Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday qilyapsizmi? Hozir vaqtlar xayrli bo'lsin. Men ismim Farhod. Bugun qalam yayınlanan qizg'in qarshilaman. Mablag' silish xatarlik, mablag' sog'lig'iga ehtiyojim bor, ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishlaydi. Bugun so'zlaydiganimiz bo'lsa inflation, ya'ni pul pahalıligi. Hozir zodi pul pahalıligi bormi yoki yo'qmi? Shuni so'zlaymiz. Hozir biz Amerika Federatsiya Bankasi Bolturdan başlap nurg'un pullarni besib chiqardi. Yana to'xtamay xalqlarga pul taqdim, ya'ni stimulus. Undan yana bu o'simni tushiryotdi. O'simni to'xtamay yana tushiryotdi. Masalan, hozir Yevropaning jiq davlatlarning o'simlari nolga tushdi. Hatto ba'zan davlatlarning minusga tushdi. O'sha 2010-yillardagi, 11-yillardagi krizisning ta'sirida shu chog'da o'ziniki iqtisodni, paychak bozorlarini qutqazish uchun shu o'simlarning miqdorini tushirib, shunday qilgan, toki hozirgacha ta'sir qilyapti. Endi bizning o'ylaydiganimiz, shu Amerikalar boshladi, masalan bizning Avstraliyalar boshladi, pul besishni, o'simni nolga tushmagan bo'lsa, shunchalik tuvan darajaga tushdi. Mush narsalar endi pul pahaliligiga qanchalik ta'sir qildi. Bundan olsa biz baştan şu pul pahalılığı degan zaten nima shuni tushunib taqaylik. Pul pahalılığını nurg'unlarimiz şu boshqa şu odatda biz ishlatgan mahsulotlarning bahosini o'sib ketishi deb qaraydi. Amaliyotda unda emas. Amaliyotda qanday desangiz, şu o'zingizniki tabovutingizning pulini o'zingizniki şu odatda ishlatgan mahsulotlaringizga yetishtirolmagingiz. Sizden külünüz bağın sırayet burun qarğanda texmi bisim es qilgan, texmi tashlashayotganligini, pullarınız yetishmayotganligini es qilishiniz u rasmiy pul pahalılığı bo'ldi. Lekin biz tarixda shu 20-30 yilgacha qarab boqaylik. Bizniki mahsulotlarimizdan bahosi o'sayotgani bilan, lekin bizniki tafovutimizmi, yana maoshlarimizni o'sayotdi. Hozir hech kimniki qo'sqa och qolganlarniki kambag'allar sonlarimi shunchalik ozlab ketib dunyoda. Bizniki masalan Avstraliya bo'lamdi, Amerikalar bo'lamdi. Qanday desangiz, bo'lgansirim shu semiz odamlar texnik jiqlar ketib, samir ketib qolganlar. Masalan, menga o'xshash Yevropa davlatlarida shunday kunlari yaxshi bo'lib ketib. Afrikalardami hozirmi yana ocharchilik bayalar bor, lekin yana jiqyalar shunchalik taraqqiy qilib ketdi. Hammasining uylarida televizor, tok, ham suv degan narsalar hammasi bor. Hamma odamlarniki insonlarning kunlari yaxshi bo'lib ketdi. Bu amaliyotda pul pahalılığı emas, menimcha. Pul pahalılığı rasmiy shu o'zingizni kambag'al his qilsangiz, shu rasmiy pul pahalılığı desak bo'ldi. Endi biz tarixga qarab baqsak, tarixda nurg'un ne çıktı? Şu pul pahalılığındaki en yukarı pellesi yetken, onu odatda inflation demeyimiz, belki hyperinflation deyimiz. Mesela 1990 yıllardaki Japonya'daki hyperinflations en yukarı dereceye bitip, hazır 30 yıldan keyin mi, yani şu en yukarı dereceden 20 mi kilenmeyen, qaytib kilenmeyen. Hükümetler mi qanday bulduğunu bilenmey, payçak pazarından üstüp geçişini kontrol kılmagan. Hazır bizdeki şu mablag' silishimizda nurg'un boshqa vositalar bor. Masalan, oltin bor, kumush bor, neft bor, gaz bor, hozirgi yerda chiqayotgan kriptolar bor, bitcoinlar bor. Mushlar bilanmi endi kontrol qilib bo'ldi. Ba'zan bismlarni bularga ishtirib, paychak bozorlaridagi ko'piklarni kontrol qilib bo'ldi. Men mushtaq kontrol qilib bo'ldi deb qaraydim. Lekin shu yaqinda shu Radio'niki yangidan bir ziyorat qilingan videosini ko'rib qoldim. Men sizlarga uni qo'yib beray. Sizlar uni ko'rib o'zingizlar analiz qilinglar. Produce a lot of debt. Where did those checks come from? They came from the government. The government wrote the checks, but the government can't produce money. The central bank can produce money. So the central bank had to print a lot of money to lend to the government to do that. And that's monetization. When you get at the late part of that cycle, where you're creating a lot more debt and then you're monetizing it, that's the end of that's near the end of a long-term debt cycle. And that produces its own set of problems.
So what tells us when we're nearing the end of that cycle? I mean, just in recent days, including this week, we've seen the 10-year yield really shoot up. It's still at a modest number historically, but it certainly shot up very quickly. Is it an early warning sign that maybe we've pushed it a bit far on the stimulus side? Because goodness knows we've had a lot of stimulus. Yes, I think let's understand what's behind that. And then you can understand what the warning signs are, because it's just a manifestation. When there has to be a lot of selling of bonds and bonds don't give any good return, there's a guaranteed negative return in bonds relative to inflation. Inflation index bonds yield minus 1%. And so there's no return. And there's a pile of people who own bonds. And this isn't just Americans, but these are international investors owning bonds. And they have to buy a lot more bonds, because when the government has to sell a lot more debt, that means they have to buy a lot more bonds. There will not be enough demand for those bonds. When that happens, interest rates rise. That's what you're seeing now. And the central bank is put in a dilemma. This is all classic end of cycle type of thing. The central bank is put into a dilemma because either interest rates will rise a lot, or they will have to print money and buy those bonds to hold them down. When they print money and buy those bonds to hold rate down, that lowers real rates and it accelerates a depreciation of the value of the dollar. And it also raises inflation pressures. And what the imbalance, the frightening thing about this, is that if you get losing money, and people are losing money by holding bonds, and that's not just Americans, those are other foreigners, then they could sell bonds. And if they sell bonds at the same time as the government has got to sell a lot of bonds, that could produce a real dilemma. That's classic late long-term debt cycle type stuff. Bu videoni ko'rib bo'lgan bo'lsanglar, diqqat qilgan bo'lsanglar, Radio Dalion natijada Big Long Debt Cycle dedi. Bu degan nima degan chog'da Ray Dalionni birinchi masalaga tunishtirgan vaqtimda Toskada men sizni ko'rsatmagan. O'sha Ray Dalionniki iqtisod bo'lgan ko'z qarashiki uzun vadeli sizmisi deb ma kichik siziqlar bo'lsa, yaqinqi hozirgi bozorniki tushib chiqishlari, yo'g'ini bo'lsa uzun yillik, bu uzun yillik qancha yillarga qaraydi degan chog'da 70 yildan 100 yilga qaraydi. Masalan, eng chong krizis shu Amerikada 1929 yilda bo'lgan. Ondan hozirgacha 100 yildak bo'lib qoldi. Ham bu Ray Dalio deydi, shu big long debt cycle-niki oxirlashi bo'lib qoldi hozir deydi. Ray Dalio mi deydi? Shu Fed'ni bakrak dedi. Shu to'xtamay pul besyapti. Birinchi, ikkinchi o'simniki miqdorini eng tuvan darajaga tushadi. Ondan uchinchi shu stimulus jamiyatga o'qildiryapti, pul taqdiryapti degan 3 masalani dedi. Shuningda shu Federatsiya bankasimi oxirgi berib, o'zimi qanday qilishini bilmaydigan holga yetib qoldi. Bu chog'da bu o'simni yana qaytadan o'rlitish kerak dedi. Bu o'simni o'rlagachga birinchi bo'lib nega ta'sir qildi? Ya'ni paychak bozoriga ta'sir qildi. Deb shunday dedi. Shuningda bu Federatsiya bankasi hozir dilemma dedi. Ya'ni qanday qilishni yo tushirishni yo o'stirishni bilmay qolayotgan vaqti deb shunday deb tushuntirdi. Lekin Ray Dalion'niki bu şirketniki Bridgewater deymiz, ko'rik suv deb atalgan bu hedge fund kapital şirketiniki yana bir o'zi loyihalagan shu ko'pikning darajasi qanchalik degan bir sistemasi bor. 1929-yillar aynan keyin shu 2000-yilda eng yuqori pallasiga 100 ga yetgan. Hozir bo'lsa yana 70 necha 80 atrofida bo'lgan. Buni hamda kelgusida bir necha yildan keyin yuqoriroq ketamdi yo tuvanroq ketamdi, buni hozir bilolmaydi. Buni bu federatsiya iqtisodchilarmi bilmaydi. Kelgusida zodi hozir qanday bo'lishini, chunki hozir to'xtamay pul bassaq, ondan keyin o'simini tuvan tushirsak, ham to'xtamay pul taqasak, zodi qanday bo'lganini bilmaydi, lekin ular nim qaraydi, tarixga qaraydi. Shu tarixdagi tajribalariga tayinib, hozirgi shu pul paxalligi, pachak bozoriga ko'payib deganlarni
kontrol qilishga tirishyapti. Lekin hozir menimcha bozorni tushiradigan odam yerimdan jiq odam tushundi. Ham ishonchisini turib bo'ldi. Nimaga turdi? Shu yaxshi shirkatlarning kelgusi, yaxshi shirkatlarning mahsulotlariga ishonchisi bo'lsa ham bu bozor menimcha undan bo'lib ketmaydi. Inflationni hamda bor desak, albatta bor. Qanday bilamiz degan chog'da bizningki har yili maoshimiz o'sdi. Maoshimiz o'sganki, har bir baholar, har bir mollarningki baholariga ta'sir qildi. Bir mollarningki bahosiga ta'sir qilsa, yana birisiga ta'sir qildi. Shunda qilib hammasiniki bahosi o'rlaydi asfaltdan. Lekin biroqlam jiq o'rlab kelsa, shu chog'da diqqat qilsa bo'ldi. Hozir hamda shu yaqinda neftningki bahosi, menimcha hamda neftning bahosi bulturqi 2020-yilda virusdan burunqi bahosiniki yeriga keldi, shu chog'dagi yeriga keldi. Lekin jiq odamlar shu virus vaqtida tushib ketgachga hozir o'rlab o'rlab ketdi deb qaraydi. Hamda mau yoz kelsa, viruslar ichil kelsa, texmi o'rlab ketdi. Shu inflationniki ko'rinishi deb qaraydi. Menimcha u mu emas. U degan normal bo'ldi. Masalan, neftning bahosi eng yuqori vaqtlarda $130 chiqqan. Hozir endi aran $60 atrofida. Men nimaga qarayman odatda degan chog'da oltinning bahosi qarayman. Oltinning bahosi masalan 1971-yilniki hikoyalarni jiq so'zlab edim, shu chog'da rasmiy o'rlab ketgan. Lekin hozir unda o'rlamadi oltinning bahosi. $400 o'rildi. U degan hamda 10% 15% atrofida. Amaliyotda u vaqtda 10-20 hassa o'rlab ketganda. Lekin oltin o'rlamgan bilan nima o'rlayapti hozir? Bitcoin o'rlayapti. Balkim oltinning o'rnini Bitcoin olamdi. Shuni Bitcoinchilar diqqat qilib bassalar bo'ldi. Biz rasmiy ufqanmasak, zodi qanday qilamiz? Zodi mablag' solamdik. Boshqa narsaga mablag' solamdik. Nimaga mablag' solamiz? So Ray, you're recognized as one of the great investors of our age. So give us some investment advice here. Given what your analysis of how this works, what's going to happen, given what we're doing right now, what's the best investment? We heard Jamie Dimon just recently say he wouldn't touch a 10-year Treasury bond with a 10-foot pole. Well, I wouldn't touch a 10-year Treasury pole, the 10-year pole either. Cash is trash. In other words, it looks like a low risk thing to hold, but it's not, because when you have a zero interest rate, or in some cases in foreign countries, slightly negative interest rate, and you have an inflation rate of 2% or higher, you get taxed at a rate, essentially you lose buying power at a rate of about 2% a year, and that's a lot. You lose a lot of buying power. And so this is one of those environments you don't want to hold cash. If anything, maybe you borrow some cash and find something that has better than a zero interest rate in it, or something that has inflation. If you bought the average thing, which is inflating at 2% or more a year, you'd be better off. However, so then the other thing you need to do is diversify well. Okay, so don't have cash, and then you need diversification, and the diversification should be currency diversification, country diversification, as well as asset class diversification. Mana pul degan axlat deydi. Mablag' solishninki yana bir xatarlik turi nima degan chog'da hech qanday narsaga mablag' solmaslik. Chunki pulingizning qimmati qolmay meni menimcha eng ishonchli yanla paychak bozori. Tarixda nurg'un ishlar yuz bergan. Masalan, hyperinflation, hypercrisis, Untularni itayotgan vaqtlarda Vietnam urushi, Iroq urushi degandek urushlar bo'lgan, viruslarni beshimizda o'tkazdik. Bozor degan 20, 30, 40, 50% o'chib ketgan vaqtlar bor, lekin yana qaytib keldi. Masalan, Nasdaq 70% tushib ketgan vaqtlarim bor. Lekin yana qaytib keldi. Shunda ishlar bo'lsa-mu, biz qanday tanishaymiz? Bu chog'da biz qurilmalarimizni qanday qilishimiz kerak? Ularni deb bermay, shunaqa biz o'zimizning qurilmasini amal va xatarsiz, amal va har xil sohalarga, men degandek uyga, oltinga, qimmatli qolib qolgan narsalarga ne qilib qo'yamiz, mablag' solib qo'yamiz.
Andan keyin yana bir sizlar uqib olgan ish nima degan chog'da inflationga munosabatlik. Inflation bilan deflation. Deflation degan hamda inflation degan pul pahalıligi, deflation degan pul qisligi. Ba'zan chog'da bu ikkisi tanglam mavjud bo'lib qoldi. Ba'zan vaqtlarda. Bu qandoq degan chog'da rasmiy inflation degan nima degan chog'da mal baholarniki bahasi o'sib ketish. Shunaqmi? Lekin bu qanday mallar degan chog'da biz odatda turmushimizda ishlatadigan mallar, masalan yemeklik, sayko'ktat, ishqilib har xil turmushimizda ishlatadigan azon narsalarniki bahasi biroqlar o'rlagisi. Lekin yana bir xil mallarniki bahasi tushkisidir. Bu mallar qanday mallar degan chog'da sizga lozimlik emas, lekin siz yaxshi ko'radigan mallar. Masalan, qimmat buyumlar, kiyim-kechak, odamni bezaydigan bunday narsalar, sumka, soat degandek narsalarniki, qimmat markalik narsalarniki bahasi tushib qoldi. Bunday vaqtlarda balki u narsani yaxshi ko'rsangiz, qimmatini saqlay oladigan, masalan, limited soni chekliklari bor, qimmatini saqlay oladigan shundaqlarni olib qo'ysangiz bo'ladi. Ansa degan pul pahalılığındaki dersini bir şey söyleyelim. Like sandık görüşelim. Başmaltaqın biz için tamam. Abone olun. Andın. Olarak ne içip koyun. Like sandık görüşelim. Allah'a emanet.